Bu bemorimizda quyidagi tishlar qayta tiklashga yaroqsiz. Ularni olib o'rniga implant qo'yishni rejalashtirdik va quyidagi oldindan olingan tishlarning o'rniga ham implant qo'yishni rejalashtirdik. Ko'rib turganingizdek, implantatsiya uchun tishlar atraumatik olindi, milklar ortiqcha kesma qilinmadi va ortiqcha suyakdan ajratilmadi. Bemorimizda bir vaqtda yuqori jag'lariga 6 ta, pastki jag'larida esa 4 ta implant qo'yishni rejalashtirgan holimizda jarayonni tezroq yakunlashimiz uchun shablon orqali implantatsiya o'tkazishni plan qildik. Bu rasmda yuqori joyga shablonni joylashtirganimizni ko'rishingiz mumkin. Shablon uchun tayanch vazifasini qolgan yaroqli tishlar bajarib beradi va quyidagi teshiklar orqali bizlar implantlar uchun joy shakllantirishni boshlaymiz. Bu bemorimizga qo'yilayotgan Enrich implanti yuzasida kalsiy mavjud va rezbasi uzun implant. Shuni hisobiga ham mana shablonda implant qo'yayotganimizni ko'rishingiz mumkin. Suyakda rezbalar hisobiga yaxshi stabilizatsiya oladi. Quyidagi rasmdagi tepadagi rentgen bu shablon orqali implantlarni qanaqa joylashuvini planlashtirgan holatimiz. Pastdagi rentgen esa implantatsiyadan keyingi holat, ya'ni yuqoridagi bilan pastdagi holatni bir xilligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shablon orqali 100% aniqlikda implantatsiya o'tkazib bera olamiz. Bu rentgen tasvirida implantlarni suyakning ichida qanaqa to'g'ri pozitsiyada joylashganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yuqori joyda joylashtirgan qo'ygan implantlarimiz 6 tasi ham har tomonlama suyak bilan to'g'ri pozitsiyada joylashgan. Ya'ni suyakdan chiqib qolgan joyi yo'q. Har tomonlama suyak bilan qoplanganini ko'rishingiz mumkin. Quyidagi zonada biz yaroqsiz tishni olib o'rniga shu zahoti implant qo'yganligimiz tufayli bu zonada milk hajmini kichrayishini oldini olish maqsadida milk plastikasi jarayonini ham o'tkazdik. Sababi tish olingandan keyin suyak va milkda atrofiyaga ketadi va qo'shni tishga nisbatan estetik nuqson shakllanadi. Ya'ni bir xil rezultat olish maqsadida ham milk plastikasi jarayonini o'tkazish zarur. Bu rasmda milk plastikasidan keyingi olingan natijani ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qo'shni tishga nisbatan milk hajmi deyarli ko'proq ham o'sgan. Bu esa keyingi etapda, ya'ni tish qo'yish etapida qo'yilgan tishni qo'shni tishga nisbatan ajralib qolmasligini va milkni estetik chiroyli ko'rinishini ta'minlab beradi.